Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Playdil o'z kanali yana bir bor Minecraftda uchrashdik do'stlar sizlar bilan. Bugun sizlar bilan Minecraftda men 100 kun survival qilishga qaror qildim. Hop do'stlar, o'yinga ham kirib oldik. Endi biz maqsadlarni birin-ketin joylab olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bizga kerak qishloq topish uchun esa ovqat kerak. Ovqat topish uchun esa ozgina daraxt chopish kerak. Shuning uchun ozgina daraxt chopib olamiz. Va do'stlar, mana bizda hamma kerakli narsalar bor, lekin yana ozgina daraxt chopishimizga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun bitta daraxt chopib olamiz yana. Hop do'stlar, 19 ta daraxt yetib qolish kerak menga. Endigi navbatda biz ovqat to'plashimiz kerak. Albatta ovqatlar ko'p chiqadigan joy bu ochiqlik, kenglikda ovqatlar ko'p bo'ladi do'stlar. Kerak, chunki qishloqda saman bloklar bo'ladi. Bor. Ovqat ham olaylik. Hop do'stlar, shuncha ovqat yetib qolish kerak boshlanishiga. Endi biz bularni pishirishimiz uchun bizga tosh aslahalar kerak. Endi biz tosh aslahalarga o'tish vaqti keldi. Qani, let's go. Shuncha tosh yetib qolsa kerak bizga. Endi esa aslahalarni almashtirish vaqti keldi. Birin-ketin almashtiramiz. Hop, mana tosh aslahalarga ega bo'ldik. Endi esa bizga taxtaliklar kerak emas. Hayır, mening birinchi qurollarim. Sizlarni sog'inaman. Hop, endi navbatda ovqat pishira olamiz. Uning uchun ko'mir kavlash. Bunchasi yetib qoladi. Endi tutishga. Endi esa biroz afakada turamiz. Albatta, ertalabgacha ovqat pishirish niyatim yo'q. Shuning uchun zaxira ovqatlarni olamiz, hozir pishsa bo'ldi. Ikkita pishsa. Albatta biz yo'lga chiqishni boshlaymiz. Bizga mis umuman kerak emas. Bo'ldi, shunchasi yetadi. Ancha pishdi. Da. Qani bo'lmasam ketdik. Endigi navbat qishloq topishga. Umid qilaman million yil ketmaydi. Umid qilaman. Nihoyat uxlab oldim. Shuncha qiyinchiliklardan so'ng. Endi yomg'ir ham tinadi. To'g'rimi? Da. Endi bir qishloqni o'rganib chiqishimiz ham mumkin. Endi bo'lsa biz yana sayohatga chiqamiz. Ya'ni biz shaxta kon istashimiz kerak. Kon. Wow do'stlar, men albatta yana bitta qishloq topdim. Xullas do'stlar, qarorchi, biz kon topmoqchi edik, lekin yana ikki qishloq topib oldik. Oradan 5 minut o'tmas. Qani unda bu qishloqda saman bloklar bor ekan va biz bularni
va biz keyin bemalol shaxtaga tushishimiz mumkin. Yo'q, lekin sanalab ishqilib menga kerakli narsa bo'lsin-da, shuncha ohoho, temir kerak. Bundan ham bor ekan. Bu xalta ortiqchalik qilmaydi, chunki ortiqcha narsalarni shunga bemalol solib qo'yish mumkin. Masalan, sabzi. Ot oldi bu. Bu qushlar nimcha katta, tepada ham bor ekan. Biz albatta kon sotdik. Kon chiqmadi. Unaqa bo'lsa, konni o'zimiz yaratamiz. Albatta. Shunchaki to'g'ri kelgan uning uchun bizga ozgina tayyorgarlik kerak do'stlar. Shunchasi yetib qolar. 10 bitta albatta yetadi. Albatta yetadi. Endi biz verstak yasab o'zimizga, albatta kim bilsa bilmasa, hamma bilsa kerak menimcha. Shaxta qorong'i bo'ladi. Xullas. O'zimizga fakel yasaymiz. Taxminan 64 ta yetib qolar. Ha, mayli, ortiqcha emas. Oy, o'sha ikkinchi kun bo'layapti-kan, biz uxlab turib olsak, shu yerda spam bo'lamiz yalla albatta. Nima uxlab olmayapti, mayli. Endi uxladim. Ikkinchi kunni ham o'tkazyapmiz mana. Okey. Endi esa bemalol pastga tushadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu mana kichkinagina kon. Bu yerni endi ozgina o'zim tutib chiqaman. Hop do'stlar, bo'ldi. Bu konda hech narsa qolmadi va bizda bo'ldi 16 ta temir va pishirilganidan nechta? 6 ta, 16 ga 6, 22 ta. Fursat bo'lishimizga oz qoldi va bizda ataga endi 3-chi kun. Do'stlar, bizda общий 36 ta temir bo'ldi va endi biz buni AFKda eritamiz. Ya'ni men ozgina kutaman. Qani bizning pechkamiz yo'q ekan, yasaymiz. Pechka. Men bu yerda ham temir bor ekan. Shuni ham olib. Hop, endi bemalol bu temirlarni pishirib o'zimiz AFKda tursak ham bo'ladi. Hop do'stlar. AFKdan chiqdik, mana 32 ta temir eri bo'ldi. Endi esa full set bo'lishimiz kerak. Mana bosh kiyim, o'rta zirh, ishton va oyoq kiyimni yasadik. Bularni endi qanday kiyamiz? Hop. Bosh kiyimni kiyamiz. Bo'ldi, endi esa bizga qilichlar kerak. Mana. Qilich
Belchi va kirka. Albatta bizga bolta ham kerak. Yana bunda qo'rsam bo'ldi do'stlar. Demak, mana ko'rib turibsizlar. Bugun biz temirdan bitta narsa qolib ketdi. Nima edi u? Nahotki temir qolmadi demoqchi edim, bor ekan. O'zimizga qalqon yasadik. O'zimizga qalqon yasaymiz. Bo'ldi do'stlar. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar biz necha kun yashaganimiz bilmayman xullas. Qarochi bunaqa videolar sizlarga yoqmaydi bilmayman, shuning uchun hozirda o'zda video to'xtatamiz. Albatta shu videoda o'zda ham 100 kun yashab qo'yishimiz mumkin, lekin albatta sizlar endi buni belgilaysizlar do'stlar. Agar yaxshi ko'tarilsa, men shu videoga albatta borimni berib 100 kun yashashga harakat qilaman do'stlar. Sizlar bilan Play Zilla o'z kanali bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.